Ey o'g'lim, o'tirishingni qara. Hali ham o'yin o'ynab o'tiribsan. San tengli yo o'qiyapti, yo bir ish qilyapti. Vaqt o'tib ketadi o'g'lim, harakatingni qil. Ada, endi 20 ga kirgan bo'lsam, hali butun hayotim oldinda. Hammasiga ulguraman. Bolajonim, tug'ilgan kuning bilan 25 yoshing muborak bo'lsin. Voy, qanaqasi 25 ga kiraman, oyi? Hozirgina 20 yoshdim-ku. Ko'p gapirma, shamma pufla. Xo'p. Dadasi bolani kashasi qolmabdi, tezroq olib kelvering iltimos. Voy, qanaqa bola? Qachon bolali bo'lishga ulgurdik? Voy, ne turibsiz, boring. Xo'p, hozir olib kelib beraman, hozir. Ada bugun yakshanba. Aylantirishga olib chiqaman deydi-yu, ketdi. Va qachon katta bo'lishga ulgurding, o'g'lim, qachon? Bo'pti, o'g'lim, yur, ketdik, yur. Mana o'g'lim, keldik parkka ham, yur. Yadi, qanaqa park? Kop-katta bo'lib qoldimi? Kino ko'raylik. Qachon ulgurding katta bo'lishga, o'g'lim? Xo'p, hozir men ikkita bilet olib chiqaman. Assalomu alaykum. Ikkita bilet berib yuboring. Voy, amakijon, qanaqa bilet? Bu siz pensiyasiz. Oling. Pensiya? Ada, bo'la qoling endi. Qayerga bolam? O'zingiz aytdingiz-ku, pensiyamni olib, onangni boshiga borib kelamiz dedingiz. Onangni boshiga? Ha, Ada, keyin men sizni uyga tashlab, men ham ishga ketardim. Xo'p, bolam.